Donald Trump Yevropachilarni yovuz, kuchsizlar deb atadi. Bu AQSh prezidentidan iqtibos keltirilgan jurnalist tomonidan ifoda etildi. Trump Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi urushni tugatishi kerak. Amerika maqsadiga erishdi. Ular Rossiyani Yevropa neft va tabiiy gaz bozorlaridan sezilarli darajada chiqarib yubordi. Amerika iqtisodiyoti barqarorlikka erishdi va shu bilan birga u Yevropa sanoatining halqasini qattiqlashtirdi. Endi amerikaliklar Yevropadagi energiya narxlariga ta'sir o'tkazishlari mumkin. Bozor ustidan qudrat uchun kurash tugadi. Tinchlik uchun muzokaralar boshlash vaqti keldi. Yevropa Trump shartlari bo'yicha tinchlikni istamayapti. Yevropa ittifoqi butun Ukrainani to'liq egallashni xohlaydi. Bu Yevropa kuchli ekanligini ko'rsatadi va Rossiyaning parchalanish jarayonini boshlaydi. Yevropa uchun Rossiyaning bo'laklari muhim bo'ladi. U inqirozdan chiqish uchun. Ammo Rossiya parchalanishni istamayapti. Rossiyadagi vaziyat yomonlashmoqda va yaqin orada ruslar jangovar bosqichga o'tadi. Keyin katta urush boshlanadi. Unda rossiyaliklar Yevropa va AQSh bilan jang qiladilar. Bu Trumpni qo'rqitadi. Shuning uchun AQSh prezidenti haqiqatdan ham Ukrainadagi mojaroni yakunlamoqchi.